tak. Adriyim. Tak. Reyimkan. Tak. Hey, yotkan jınsı yaçırek. Sıra ornundan. Aman hep başıra kuraylim. Kol lazım buldu demem. Degendi kim bak gitti bu? Ha. Voy, aytma demedim ken kubu. Kana işçiga. At degendi kadımız yet kaptı ama gayret ketpenke. Ayımın mübarek olsun. Aysa kelmedi mi Aysa? Aysaçı toyga ketken. Men sen boytaqni yo'qlab o'tay deb kelishim. Qani. Voy bu uyingdan to'qqiz bal bo'ron chiqib ketibdi-ku. Qisqan bo'ronmi bu? Dashat gap sizmi adasiz? Boytaq taskaga o'xshamamdi. Ya boytaq kulib qoldingmi ya? Onu bir demang. Bu boytaqchilikda peyiz yo'qkan dana o'zbek o'zxon. Biz talavatılda qulaqmang niyadigan adammi yo'q. Jannat yashagan degan shart benda. Rast cennet yaşagandek yaşab etibsen. Voy Allah, sat bo'ldi da. Birdan shaqijim o'tirib turing ha. Men bog'ga qarang. Kirib bilan dekdi chaydin birini damlab chiqay. Ha bo'ldi. Qiynalma. Ha, ma'qul. Mening vaqo qara. Sana deydigan bir xo'sh xabarim bor. Shuni davitibdi ketini. Xo'sh xabar? Adam. Uzun bo'ptikamiş xo'sh xabar degan narsalarni anglab baqmig'li qanday xo'sh xabarda bir anglab baqmaylimi? Voy uka. Bu senin Aysani men tunishtirib qo'ygan yaxshiliging uchun baq o sana bir qiz tunishtirib qo'yay deb keldim. Ya aytmatamada men yaxshi ko'ngilingizga rahmat tanga qarang. Rost gapni qilsam men hozir faqat to'y qilgim yo'q tanga. Qo'y undaq demaskan. O'g'il oldigan vaqt uzoq vaqt boytaq yurib ketsa, bu qishining kuchi tushirgan bo'lib qoldi ekan. Men qizni kelib tayyor qilib qo'ydim. Endi hech kimlar ko'rsanglarli bo'ladi. Tova. Bu qanday gap bo'lib ketdi bu yerda? Bu men masalasi qo'ymaylar bu qarshi tarafni ko'rishmagan o'z qiziqishyapti bu. Voy o'z vaqtida Aysa bilan menimi bizga masalasi mayli tunishtirgandan biromdan chiqib qoldik-ku. O qizni boshlab Aysaga ko'rsatsam, voy bo'ladi ekan, Reyimqonga yaraydi dedi. Qanday qizni biz tanıdık ya qizni? Voy yo'q, tanımaysan. Bunga uydan taloq chiqib boqmagan qiz. Voy, uydan taloq chiqib boqmagan qanday qiz bu? Acamning do'sti. Acımızın do'sti? Ha? Ya bu acımızın do'sti meni oppam bo'ltanka bu. Voy, tek o'zim yaratmay ketdingmi? Mening acamning o do'sti bor, o. Uch yerdan chiqqan hisob qilmaganda mush tirnoqni to'xtag'dagi qiz bola degan-a. Ya aytmadimda. Men yaxshi ko'ngilingizga dahshat rahmatdan qarangada. Ham o'zingiz bilasiz qarang. Biz ma jamiyatdan aqpicha qarpicha qamin o'ynab tutdinga. Ham jamiyat 2 ning oldi bo'lmasa 4 ning oldiga qarang. Endi mayaqdan men ajrashib, endi mayaqni to'qsam, Maryam qon qayr xotinni buzib xotinni xatni beribdi degan gap taqasi. Marjan men aramdan qarangada. Shunga shu men tanishtirmoqchi bo'lgan qizingiz hadingizning yo'ldoshining yaqin bir do'stlarga tanishtirib qo'ymamsizlar. Shundaymi? Voy ukan, to'y qilishni xolimig'idan qaraganda, burun xotning ishday saqlab otdaga o'xshamamsa? Tovadanga aytmatamada, tovadanga. Ashning gapni anglagandan keyin boshlarim qo'yib ko'z oldirim qop-qorong'i qon desmim lappi dörlaydi qoldi qarangada. Ada, jin gapni qilsam bog'i, men hayotimda ikki cho'ng ziyon topgan bo'ldanga qarang. Biriga qimor o'ynab ziyon topgan qarang. Yana biriga mush xotinni ziyon topgandanga. Menda ziyonlarni topdim yo'qchimi ada?
Vay, kam senin işin arlaştığını emez, cenin çıktıdığa iş olsun ki, burun kayalığını körüşüp jüməcimi. Tövbe daha vaktim var mı onu görüştüğün kadar? Vay, könlün gelsimi del yerey, bu xotunun vağı, muş közün bir şunlukla yığıplı turtdu. Vay, hakavırlığı çötüqi, meni köz iğanşıyıp, mena ketişleri usatның. Vay, işkinla vağı bir yer tırdıgan bolsaňa, muş tezektin töpsü gülünü sançıp koyğanı, takat yaraşmaytınla bir-birinliğe, adamның könlünü eleştirip. Vay, aypatemede. Öyle onunla ben tutsam da sizin gözüne sığmağına kızıkışıp da bu. Vay, kam. Biz vağı, xalqның ısıq kelgen kiyimiga qarab, qandaq qıldığanlığına baha bereleymiz. Can. Vay, mening degan gapim to'g'ri bo'lg'achqa, shuni qo'yib atgansa o seriq tukni. Onundan bağı, ağaçamның dostu degan ming tuzuk. Ya da, ma Aysa'nın bitildiğin vakti olup kaldı berip, yunuz lağmayıp verin ha, yunuz. Hey, ben senin dadın yavatman cuma. Vay, özeminin, geminin ödüsünün çıkıcılığını bana aypatemen de. Oo, işte, ülemsen, tırlansan, nemi çatıqın? Ras, sen şu Aysa'nı boş izleyci mi? Sen bağdığına üçtettiğin yolumaydı o adam. Yey, sen boytakla bir toyunu kılıp kutlanmam mı sen? Hoş. Gım! Tova! Ya ne bir çattığı ben bile demem hakikne. Bak kıyırı çirip gitmişsin deyip Aysa'ya gitmezsen bir kere kölettin bana vat terbiye kızın kelginde tığı deyip tova. Ya Aysa'nın yüzü kımbaydansam öttürüp öttettin ne? Tak. Kim o? Ay paten. Ha, yani yapılamay kalkan kaysı geminiz kap aypademede de üç mağmamsınız. Mençu, deydiğen hoşkarın David deyip andın kitey. Ha, depli oğamsınız uzun koymayman mı? Aldığımız şembe günü seni birisi toyuğu çağırıptı. Ha, depli oldunuz mu? Depli oğamsınız mağmamsınız. Kimnin toyu ikengini bilgin yok mu? Oho, kimke? Obama bir ke fotoğrafı ke dememsiz. Senin xotunun. Ha, benim fotoğrafım oğamsın bana. Kim dediniz? Sen koyuvetken burun xotunun aldığımızdaki şembe günü seni toyuğu çağırıptı. Köngün yerin bu adamda? Tova. Ya köngül yerim oldu. Neyimiz var deysin bunu ayıpletemedi. Ben şu kaçan toykun kimde bilgen tamamını. Vay şu canım sıkan. Vay toy kıskınmam da sen bir şu karab otlamay gaçtı ağaçamın dostu bilen beşiğin olmuşu var. Madem patlak işte dağıtkan tolçak çakılıyla bana ayıpletemedi. Tova. Ma diyen gitmez rast yapma ya yapma. Vay şu xotunun ağlıgan gel. Vay Allah. Ya doktan kim aldığın bakta dertine. Delta? Hey, o xotunun vağı senin derdinde, senin heminde deltide bokat diken. Hazır gel, aydısa ağzı var, kündüz közü var, Perizat'ın özü, onun için köz çıpağı adamın için uyuladı ma yüzü. Vay, sen kadrini kımığının bilen, bana hem de kadrini kıldığanlar çıktı. Vay, ne oldu Fıkan? Vay Fıkan, o xotunun vağı kıra. Ha, kim bil toy kıldığanlığını bilgin yok mu? Vay Xudayım dep qapsız ede. Davrına içtim amayda kim aldığı maqta daltına qaça çıkıştap keşke yetmeydi bir daltın biraz Allah qaça şunda mı? Ay, amılsan bağı çet elde okup kirgen katı ziyalıymış. Muş netçiyet üyü varken. O şu maşinin bağı kiyimge qarab, maslaştırıp, rengini özgert beydeydiğen aşındaq baymış. Apsıl digenini sanap emez kilo olap kaçtaydıken. Sendin kömülgen rahatını hem de estilep gördüğün boptu xotunun. Hayfsam nemizde atsam ben tepiş biray. Hayfsam. Ya, ipatan neden?
Ma aldım to'samaman, ha? Ben bir berib aşkını jindan juda qilib aytmaydan bo'lsam, bag'im arim qon degansidan o'tib ketib o'tiraman. Qo'y ochig'ing yomon qilmabsan, bizam ziyon tortsa. Ay, yamish bu yaxshi bir taraf qig'il oldi-ku, jinim. Aytmatamada, may qo'ytma. Elimga aysam bu taqal o'tiraman beqqa. O'tira. Hasının nikahında bo'lmasa, ajrashamda, to'y qilamda seni ol nima chiqaring? Uy, haqni o'zing qo'yib etsa. Endi haq to'y qilman, chidamay qoldingmi? Chidamaydigan ish yo'q. Oldi qatim ko'rashga otib nima chomon to'y qildim demaydi. Uy, sizlar ko'rishib yurganmi? Ha? Oldi qatim yig'lab yalvirib so'ribdi. Ha, bu da oxir qatim bo'lsin bir ko'rishib qo'y deb ko'rashgandim. Ajab aşağıdan to'y qildim demadi-ku. Seni tuyuqsiz xo'sh qilib aytay dedim ya. Allah, to'la chaqchaqqa menga aytpatamada baba she'rni kitayda otqab o'tirdi. Abi degingiz rasmi ya tazi ishlamayotmadi. Voy ukam, ha birga ishlaydigan xizmatda shundoq dedi. Bo'pti ukam, to'yni qis qilmamdi u xotinim. Voy u xotiningni kelishgan boy turqi, chiroyi, mush pokiz shivar tomoq usta, sadoqat bilan axloqligidan boshqa voy deb ketgudek nemisi bor? Ana Aysadek akam turibdi. Mana aypatam. O'z qo'limiz bilan-chi, ochamning do'stiga to'yingni qilib qo'ymiz. Hay Rimqon, sen yig'layapsanmi? To'y qildim, to'va. Ma timsoqni yig'lay oladi ekan, ha? Ona buni deganda yaxshi xotin tejimi? O'zimni katta o'zimdan. Qo'y, sen uni yaxshi ko'ramsan? Yaxshi ko'rsa bo'lamdim. Ey, yochivak! Yaxshi ko'rgan odam hech vaqtda yarashmaydigan. Mana shu yarasha olayli degan. Lekin da'vat patakam dedi, ham oldirab yenishmajimi, buni shillanga menadi degan shuni men izlab qo'ydimmi? Endi bu qatim ishinglarni bir ko'rishtirib boqaymi? Ko'rishtirib qadaqmi? Bu qatim men sizlarni ko'rishtiray. Men kirib kiyimimni yetkazib chiqay. Oy. To'xtag'ay aytpatamada. Ko'rishga olmay turmas qadaqlamay deyman. Ey, chiroyli, yaxshi gap bilan ko'rishib qoyil qilmamsan. Endi xotning ochiq necha qiz qattiq gapsa, quyruqni yontoq qistirib olgan eshakdek sakrab ketmay. Chiroyli gapni xotingni qoyil qilchimi? Bo'lashdik. Chapni kech qo'y. Ha, bo'la. Ketmoqchiman. Ay, ketmayman. Voy ukam, voy eringiz qilib, sizni to'y qilishga deb qo'ysam, tas qildi jini chiqib ketgili. Siz xotirjam o'tirib turing ukam. Ha, yil eringizni boshlab borma, ochig'ingizdan sillab chiqirib elingchimi? Voy qo'rqmang, hadin nasvog'i adini o'zim berma. Ha, bo'ldi, sal turib ko'rishaylik ukam, ha, qo'yish saqlab turing. Ya, aytpatamada. Ha. Ya, ana oldigan doktorning ismi nima ekan, qaysi doktorxonada ishlaydi dedingiz? Qanday qilading? Ay, o'zim doktorxonadan chiqmay bir ay yotadiganlik qilib qo'ymaymanmi? Xotningning xaridorligini qilib elchilikka kelgan odam bekchiqga. Bichar qiz bola hammasini qaytirib etdi. Bir yaxshiga bir yomonni deb shu qiz bolaning sening qo'lingga tushib qolganichi. Bizni yomon bolalarimiz tuqqadi. Ha. Odda vaqt tashaydi Aytgan. Ma hech ayam kunlarda xotningni chiroyli, yarishib, inoq, ijil, xo'shal-xuram yarishib bitinglarjimi? Ha, menga. Adama vaqtni tashaydi bang'aylimi? Bu qatim bu ishingni bitirib bersam, menga bo'lgan rahmating cho'ng bo'lmaydi-jimi? Ey! Gap qolsizda, hozirlay saqlab qo'yinglar, bilan kashqilab 360 bir joyda zamdan qo'ygan.